Assalomu alaykum o'quvchilar. Qoraboy o'quv markazida o'qiysizlarmi? Sizlarga bir nechta savollarim bor edi, maylimi? Mayli. Xo'p. Qoraboy o'quv markazida qaysi fanlardan tayyorlanasizlar? Ingliz tili, biologiya, matematika, rus tili fanlaridan tayyorlanasizlar, ha? O'quv markazi darslari qalay bo'ldi bugun? Xo'p, sizlarga o'xshab Qoraboy o'quv markaziga kelmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nima fikrlaring bor? Fikrlarimiz agar ana Qoraboy o'quv markaziga iloqim kelinsin, bit zo'r o'qitishadi. Zo'r markaz, ayniqsa ingliz tili, matematika, rus tili zo'r o'rgatishadi. Xo'p, darslar yoqyaptimi sizlarga? Qiziqarli tarzda olib borishyapti. Ustozlar haqida fikrlaring ijobiy-a? O'zgarishlar bormi kelganlaringdan beri? Bor. Yaxshi. Sizlarga o'xshab o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilarga tavsiyalaring? Tezroq kelinglar. Qoraboy o'quv markazi qanday markaz ekan? Zo'r. Rahmat. Charchamanglar, yaxshiroq o'qinglar, uy vazifani o'z vaqtida bajaringlar.